Uborka time. Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoyim shu balandso'rini, ya'ni letniy kuxnyani uborka qilamiz. Bo'lmasam boshlaymiz. Birinchi ko'rsatyapman sizlarga hozir. Shunaqa ushburish kerak, pol artish kerak, chang artish kerak. Shunaqa birinchi bo'lib kachela shu narsalarni olib chiqdim tashqariga. Endi bahor kelyapti, уже issiqmi, kachela bilan ukam narsalarni olib chiqib qo'ydim. O'ynaydi. Shunaqa birinchi bo'lib bir bolani pastga qaratib shunaqa bahor yaqinlashyapti, shuning uchun shunaqa ishlar уже boshlanyapti. Hali bu hol va undanda ishlar bor, hali bundan ko'p ishlar bor. Ro'za Ramazon kuni ham yaqinlashyapti, unga ham tayyorgarlik. Shunaqa, sizlarda nima gaplar? Kommentariyga yozib ketinglar, nima ishlar bo'lyapti. Qarachi, shunaqa. Bugun yakshanba, shuning uchun ham mana shu ishlar qilib olyapman, lekin bir haftada bir marta qilinadigan ishlar emas. Bir haftada bir marta qiladigan ishlarim bu uyda pilisos, pol, chang bo'lasidi, lekin unaqa ishlarim hali beri zarur emas ekan, shular zarurroq ekan. Chunki bu yerda u qishicha umuman tozalanmadi, shuning uchun ham shunaqa. Keyin oshxonasiga ham o'tdim, letniy kuxnyani. Shu letniy kuxnya deb yozgi nima deysa bo'ladi. Yozgi oshxonada u baland so'ridayotganim mana shu yozgi oshxonani o'tirib yeydigan joyi. Shunaqa. Keyin shu letniy kuxnyasini ham supurib kirib bo'lganimdan keyin shu baland so'riga kirdimda, yana shu nimasini changlarni artyapman, baryerini, tepa-yupasini artdim. Keyin shunaqa qilib sizlar uchun 4 minutdancha ko'proq bo'lgan video, men uchun yarim soat, undan ham ko'p vaqt ketdi tozalashga. Shunaqa. Va pishi butonoq chang bo'lib ketgan ekan, chunki bu вообще oxirgi marta bu yerda kuzdamikan tozalovdiydi. Qish ichi umuman artilmagan. Artilgan bo'lsa ham, nima bo'lsa ham-da. Shunaqa. Uni kilonkani ham hozir ko'tardim, вообще og'ir ekanda. Stolda artaman desam, keyin shu artayotgan korobkamni ham ko'tara olmadim, вообще og'ir u ham. Shunaqa qilib pol artishga tushdim уже. Shunaqa ochiq joyini o'zini yuvib qo'yapman. Kattalar kelsa keyin gilamini ham ochib, polностью yashalarni ham artamiz. Shunaqa ayam ishda hozir. Keyin уже tepani changlarni, pollarni artib tushib bo'lgandan keyin pastini ham polni artishga tushdim. Уже tezda. Keyin bir pastga polimni artib bo'lgandan keyin bir pastga yuvib bordim ekan. Ukam kelib telefonimni olibdi-da, o'zicha videolar olishni boshlabdi. Keyin qaytib kelsam, hayron qoldim men. Din 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 din. Din 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 din. Din 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 din. Din 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 din. Din 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 din. Qarachi, mana do'stlar, rezultati polini artib bo'ldim, supurban bo'ldim, changini ham artib bo'ldim. Endi shu mashxonasini ham pollarini artib olish kerak. Hali supurdim, ko'rib turganlaridek, endi polini artish kerak. Polini artgan hammasini videoga olmadim. O'zimcha men video o'ta uzun bo'lib ketyapti deb o'ylabman, lekin aslida uzun montaj qilganimda jicha video bo'lib qolishini o'ylamabman. Qarachi, artib olaman. Mana уже artib ham bo'ldim. Вообще maza qilib o'zim ham. Yaraqlab ketibdi, xuddi qalbimni tozalayotgandek tozalayman o'zi biron nima ish qilayotsam. Mana уже hamma ishlarim bo'ldi. Bugungi ishlarim shu edi. Shunaqa qilib endi qo'llarimni yuvinib chiqib dam olaman. Shunaqa qilib qo'lim yuvayotgan umuvanligimni ham qo'yib qo'yishibdi. Endi issiq kelyapti, shunda yuvaveramiz deb. Tishlarimizni ham endi shu yerda yuvamiz, sovuqlik qilmasa. Shunaqa qilib endi do'stlar, hammalarga xayr. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarni ko'raman.